Xo'ja aka, sizga bitta mashinani puliga takoy biznes topib qo'ydi. Bosib yormasangiz bo'lmaydi. Ketdi ichkariga. Altamir butik jamiki narsalari bilan sotilmoqda. Bu yer Karoka holatidan hozirgi holatiga kelguncha $40,000 sarflashgan ekan. Hamma narsasi 100% qoladi. Bu yerda hamma narsa kompyuterlashtirilgan ekan. Xullas hisob-kitobga umuman qiynalmaysiz. Do'konda yuzlab obuvlar, shimlar, trikolar, futbolkalar, ko'ylaklar, kuzgi kiyimlargacha olib kelib qo'yishibdi. Do'konni o'zini skladi bo'lib, ancha-muncha tovarlaring ham sig'ib ketar ekan. Xullas, mana bu tortmalarning ichida ham kiyimlari bor ekan. Narxlarning egalari arzon narxlarda atga $25,000 ga hamma yo'g'i bilan beramiz deyapti. Telefon qilib bemalol barakani ishlash mumkin. Xullas, biznesni bosib yormasangiz bo'lmaydigan joyda. Manzil Farg'ona shahar eski Ustalaman hozirgi Samo universitetining to'g'risida. Murojaatchi quyidagi raqamlarga bog'laninglar. Bu videoni farg'onalik biznes boshlamoqchi bo'lgan do'stlarga jo'natib qo'yinglar.